Qiyomat qoyim bo'lganda deydilar ulamolarimiz kitoblarimizda, jannatiylar tomonidan faryod bo'lar ekan. Jannatga ketayotgan odam bo'lsa, jannatga hukm qilgan bo'lsam, shunday azobdan saqlagan bo'lsam, yana nimasi bu jannatiylar tomonidan nima faryod? Bilingchi, ey Jabroil. Jabroil alayhissalom tushib qarasa, ayollarning faryodi bo'lar ekan, qizlarning faryodi bo'lar ekan. Ey Parvardigor, to'g'ri jannatga hukm qilding, ammo qizlar faryod qilyapti. Nima deb faryod qilyapti? Nikoh tufayli, oila qurish tufayli dunyoda bizni ota-onani mehridan ayrigan Parvardigor, endi shu yerda ham ayriysanmi deb yig'layapti der ekan. Rahimlilarning rahimlisi bo'lgan Alloh jalla va ala, farishtalarning sultoni Jabroil. Haqiqatda bu dunyoda ham ota-onani gunoh ko'pligi tufayli ularni do'zaxga hukm qilovdim. Ammo mana qizaloqlarning yig'isi meni rahmat daryoyimni qaynatib yubordi. Izzat ulug'ligimga qasamki, shu qizaloqlarning yig'isi hurmati, faryodini hurmati, do'zaxga hukm qilgan ota-onani ham do'zaxdan ozod qildim der ekan.